Дорогие друзья, я от всей души поздравляю вас с самым добрым, самым светлым и радостным праздником, с Новым годом. Пусть старый год заберет все обиды, все невзгоды, и в новом году у вас будет как можно больше улыбок, счастья, добра и любви. Будьте счастливы, с любовью, ваша Лола, специально для сайта popcorn.uz и для радио O'zbegim taronasi. С Новым годом! Barcha yurtdoshlarimizni kirib kelayotgan yangi yil bilan tabriklaymiz. 2015-yilda amalga oshmagan orzular 2016-yilda albatta oshishini tilab qolamiz. 2015-yil baxtini topmaganlar 2016-yil baxtini topishini tilab qolamiz. O'zbegim taronasi va popcorn uchun maxsus. Barchangizni yangi 2016-yil bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Sog'lom ona va bola yilida biz onalarga nima kerak? Farzandlarimiz sog' bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lib, osmonimiz hamisha musaffo bo'lsin. Yangi yilingiz muborak bo'lsin. O'zbegim taronasi radiosi va popcorn.uz sayti uchun maxsus. Barcha yurtdoshlarimizni yangi yil bilan chin qalbimdan tabriklayman. O'ylagan niyatingizga yetinglar. 2016-yil orzulariga boy yil bo'lsin. Hamma nima yaxshi niyat qilgan bo'lsa, o'sha niyatlarga yetursin. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. O'zi butun dunyoda tinchlik bo'lsin. O'zbegim taronasi popcorn.uz sayti uchun maxsus. Ulug'bek Rahmatullayev. Sog' bo'linglar. Avvalambor assalomu alaykum. Barchangizni yangi yil bilan tabriklamoqchiman. Eng asosiysi bu sog' salomatlik, baxt, omad hech qachon sizlarni tark etmasin va albatta yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Maxsus popcorn va O'zbegim taronasi uchun. Hurmat bilan, Munisa Rizayeva. Kirib kelayotgan 2016-yil bilan chin qalbimdan bojalar guruhi nomidan tabriklayman. Nimaga o'ylagan niyatingiz bo'lsa, hammasiga teguringlar. Eng asosiysi yurtimiz tinch bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsa, biz sizlarga yaxshi ijod namunalardan havola etamiz. Tabriklayman. O'zbegim taronasi hamda popcorn.uz sayti uchun maxsus. Tabriklayman. Mening azizlarim, yangi yilingiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Hammaga sihat, salomatlik, baxt va mehr-muhabbat tilayman. Специально для сайта popcorn.uz и для радиостанции O'zbegim taronasi. С Новым годом! Aziz yurtdoshlar, vatandoshlar, kirib kelayotgan yangi 2016-yil hammangizga muborak bo'lsin. 2016-yilda sihat, salomatlik, baxt va saodat, omad, o'zaro quvonch, mehr-muhabbat sizlarni tark etmasin. Xonadoningizdan yaxshi kunlar arimasin. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Nimaiki orzu-niyatlar, havaslar bo'lsa, hammasi 2016-yilda bekam ko'z amalga oshsin. Va albatta yangi yilda yaqinlaringiz safi ko'paysinki, aslo kamaymasin. Sizlarni chin ko'ngildan muborakbod etamiz. popcorn.uz sayti va O'zbegim taronasi uchun maxsus Sardor Rahimxon. Yangi yillar muborak bo'lsin. Я поздравляю всех с Новым годом. Желаю вам счастья, здоровья крепкого, чтобы вы всегда улыбались, чтобы ваши мечты всегда сбывались. Верьте в волшебство, оно обязательно сбудется. Всем вашим семьям мира, добра, спокойствия, чтобы в вашем доме всегда царила любовь, и над нашей головой всегда было мирное и спокойное небо. С Новым годом! Специально для сайта popcorn.uz и, конечно же, для радиостанции O'zbegim taronasi. С любовью, Saida. Yangi 2016-yil barcha yurtdoshlarimizga muborak bo'lsin. Xalqimizga baxt, saodat, tinchlik, har doim mana shunaqa tinchlik bo'laversin. 2015-yilda erisha olmagan niyatlaringizga 2016-yilda erishib yuringlar. O'zbegim taronasi popcorn.uz uchun maxsus. Aziz yurtimizning aziz insonlarini kirib kelayotgan yangi yil bayramidan chin qalbimdan tabriklayman. Omad tilayman. O'zbegim taronasi va popcorn.uz uchun maxsus.